Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugundan boshlab sizlar bilan 6-sinf qadimgi dunyo tarixidan, demak O'zbekiston tarixiga doir mavzulardan video darslarni tayyorlashni boshlayman. Bu darslar kim uchun manfaatli bo'ladi? Bu dars xudo xohlasa o'qishga tayyorlanayotgan abituriyentlar, tarixni o'rganishga, tushunishga qiynalayotgan abituriyentlar va tarixga qiziquvchilar, tarixni qiyin fan deb o'ylovchilar uchun qiziqarli, tushunarli, demak foydali bo'ladi xudo xohlasa. Mana shu darslikdan demak boshlaymiz. 1-5 mavzular, demak O'zbekiston tarixiga doir bu mavzulardan demak DTMda testlar tushadi albatta. Xo'p, bu darslarni kimlar yaxshi o'zlashtiradi? Birinchi o'rinda geografiyani yaxshi bilgan odam bu darslarni yaxshi tushunadi. Undan tashqari tasavvur kuchli bo'lishi kerak. Bu darslarda mnemonika unsurlaridan foydalanadi va kulgili qilib, iloji boricha oson shaklda, qisqartirilgan holda ma'lumotlar beriladi. Xo'p, orqamda demak ko'rib turibsiz, barcha ma'lumotlar yozilgan, ya'ni vaqtni tejash maqsadida bu yerda demak hamma ma'lumotlar yozib bo'lingan. Men ularni hammasini birin-ketin tushuntirishni boshlayman. Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim dedim va boshladik. Tarixni o'rganish, demak tarixni o'rganish biz arxeologiya, antropologiya, etnografiya ma'lumotlariga tayanib o'rganamiz. Ya'ni tarixni o'rganishda bu yordamchi fanlar biz uchun kerak. Bu yerda birinchi mavzuda yozilganki, arxeologga, antropologga tarix berilgan. Bu atamalar demak nimani anglatadi? Bularni birinchi o'rinda bilishimiz kerak. Xo'p, arxeolog deyiladi va ko'plab tarix berilgan. Buni qisqartirib, ya'ni keywords qilib ingliz tilini o'rganadiganlar yaxshi biladi. Zamonlarda keywordslar bor. Masalan, now, present, continuousni signal so'zi yoki today, shu kabi signal so'zlar mavjud. Tarixda ham ya'ni shunday qilib eslab qolish mumkin. Ya'ni arxeolog deganda u falon fiston deb juda ko'p yozilgan tarixni yodlab o'tirmasdan bitta so'z bilan eslab qolish mumkin. Masalan, arxeolog nima qiladi? Qaziydi. Demak, bu yerda signal so'z, bu yerda qazish. Demak, arxeolog qaziydi. Antropolog tiklaydi. Antropolog tiklaydi. Etnograf madaniy an'analarni o'rganadi. Xo'p, bu yerda arxeolog bitta tarixiy joyda qazish ishlarini olib boradi. Antropolog o'sha olib borganda qanaqadir suyak chiqib qolsa, uni demak tashqi qiyofasini tiklaydi. Etnograf o'sha demak tashqi qiyofasi tiklangan odamni qaysi tipga demak oid, u qayerda yashagan, u qanaqa xalq oid, o'shani etnografiya o'rganadi. Undan tashqari numizmatika, tangalarni o'rganadigan fan yordamchi fan hisoblanadi. Epigрафика bitik. Numizma eslab qolish uchun aytaman. Numizma degani o'zi lotincha tildan olinganda tanga degan ma'noni aytadi. Epik bu bitik. Epik bitik deb eslab qolsalaring ham bo'ladi. Xo'p, tarixiy manbalar bizda ikkiga bo'linadi. Moddiy va yozma manbalar. Moddiy manbalarda nimaga aytiladi? Moddiy manbalar bu inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar. Sopol bo'lishi mumkin, qurol bo'lishi mumkin, toshdan yasalgan biror bir buyum bo'lishi mumkin. Demak, inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar moddiy manbalar hisoblanadi. Xo'p, moddiy manbalarga tanga kirishi mumkin. Tanga. Xo'p, qanaqadir idish, sopol idishdir yoki qurol qanaqadir, o'q yoymi, xo'p, boshqa narsa, o'q yoy yoki xo'p, inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar demak moddiy manbalar deyiladi. Yozma manbalar esa ikkinchi narsa, ya'ni ikkinchi manba bizda yozma manbalar. Yozma manbalar bilib turganingizdek kitob bo'lishi mumkin, demak tarixiy davrda yozilgan yoki bitik bo'lishi mumkin, qoyaga yozilgan, devorga yozilgan, xo'p, tangalarga yozilgan yozuvlar, suyakka yozilgan yozuvlar, hammasi yozma manbalar kirib ketadi. Yozma manbalar bizga moddiy manbalardan ko'ra ko'proq ma'lumot beradi. Xo'p, yozma manbalar, eng qadimgi yozma manbalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu Zardushtchilarning muqaddas kitobi Avesta. Avestoda Xorazm, Baxtriya, Sog'diyon hududlari sanab o'tilgan va Kirmonshoh yaqinidagi Behistun, Qoyatosh yozuvlari ham yozma manbalar sirasiga kiradi. Eng qadimgi Gerodotning tarix asari, demak Gerodotning tarix asari ham bizga tarixni o'rganishda, tarixdan ma'lumotlarni demak o'rganishga juda katta yordam beradi. Undan tashqari Strabonning geografiya asari, Kevin Kursyurubning Aleksandr Anabasisi asari, Arrianning esa Aleksandr tarix asari demak juda ko'plab ma'lumotlar beradi. Arrianning Aleksandr tarix asari demak Aleksandrning umumiy harbiy yurishlariga bag'ishlanadi. Kevin Kursyurubning Aleksandr Anabasisi asari esa faqat O'rta Osiyoga, ya'ni
O'rta Osiyoga yurishi haqida bizga ma'lumot beradi. Demak, yozma manbalarni bildik, moddiy manbalarni ham bildik. O'sha bu manbalarga tayangan holda biz tarixni o'rganar ekanmiz. Keyingi masala bu yerda, demak, eng qadimgi tuzum, eng qadimgi odamlar qanday yashagan? Demak, jamoa bo'lib yashaganmi, bitta o'zi yashaganmi? Shuni bilib olishimiz kerak. Demak, ijtimoiy jamoat tuzumidan boshlanadi. Eng qadimgi, demak, odamlarni boshlang'ich davri, demak, ijtimoiy tuzumdan boshlanadi. Demak, bu yerda ham 6-sinf tarixda tarix berilgan ijtimoiy jamoat tuzumiga, ibtidoiy to'daga, urug'ga, urug'chilik tuzumiga juda ko'p ta'riflar berilgan. Xo'p, bularni ham biz boya aytganimdek, qisqartirish usulida keywordslarni bilan eslab qolishimiz kerak. Ijtimoiy jamoat tuzumi deganda mehnat, demak, hamma narsa umumiy bo'lgan, bigarti mehnat qilgan deb juda ko'p ta'rif berilgan. Biz unga qisqartirib boshlang'ich degan so'zni keywords qilib olamiz, ya'ni signal so'z qilib olamiz. Ijtimoiy jamoat tuzumida boshlang'ich degan so'z, demak, bizga keywords bo'ladi. Testda keladigan bo'lsa, boshlang'ich so'zi bor ta'rif, ya'ni ijtimoiy jamoat tuzumiga tegishli bo'ladi. Ijtimoiy to'da bu turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan. Xo'p, odamlar jamoasi, urug' bu qarindoshlar, ya'ni qarindosh urug' hozirgacha bor, qarindosh urug'larimiz, demak, urug' bo'lish uchun qarindoshlar jamoasi urug' deyiladi. Xo'p, ijtimoiy jamoat tuzumi bilan ibtidoiy to'daning farqi nimada? Ijtimoiy jamoat tuzumida hamma birgalikda yashagan, g'orda. Xo'p, ibtidoiy to'dada esa turmush va mehnat umumiyligi negizida, ya'ni odamlar, demak, rivojlanib bordi, ovchilik bilan shug'ullanadiganlar bitta to'daga birlashdi. Termachilik bilan shug'ullanadigan to'dalar bitta to'daga birlashdi va bu shaklda ijtimoiy to'da kelib chiqdi. Ya'ni mehnat umumiyligi negizida, turmush umumiyligi negizida ibtidoiy to'daga birlashdi odamlar. Urug'lar, aytdik, qarindoshlar jamoasi eng qadimgi urug'chilik tuzumi bu, demak, ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'lamiz urug'chilik tuzumini. Bittasi matriarxat, ikkinchisi patriarxat. Matriarxat bu ona urug'i davri. Dastlabki, demak, davrlarda qarindosh urug'chilik ona tomonidan belgilangan va bronza davriga kelib, hali o'tamiz, bronza davriga kelib patriarxatga o'tilgan. Ungacha, demak, matriarxat ona tomonidan boshqarilgan, ona tomonidan belgilangan urug'chilik tuzumi. Xo'p. Xo'sh, keyingi masala bizda eng qadimgi odamlar, demak, qaysilar? Eng qadimgi odamlar qachon paydo bo'lgan degan savollarga javob beramiz. Xo'p, Janubiy Afrikadan Australopitek nomli odam topiladi. Xo'p, umuman odamlarning kelib chiqishiga doir ilmiy va diniy qarashlar mavjud. Odamning paydo bo'lishiga doir biz ikkalasidan, demak, xabardor bo'lishimiz kerak, lekin biz testda kelsa, demak, kitobda berilgan variantni yozishga majburmiz. Demak, eng qadimgi odamlar ishbilarmon odamlar deyiladi va Afrika hududidan bundan 2 million yil oldin paydo bo'lgan degan qarashlar mavjud. Xo'p, taxminiy qarashlar albatta. Demak, biz bilishimiz kerak, demak, kitobda berilgan odamlar, birinchi dastlabki odamlar qayerlardan topilgan? Demak, Janubiy Afrikadan Australopitek nomli odam topiladi. Janubiy Afrika, demak, xaritada ko'rsatadi, Afrikaning janubida Jar degan davlat mavjud. Xo'p, bu strelkani pastga tushirib qo'yaman, nima uchun? Xaritada, ya'ni xaritani bilishlari kerak dedim. Xaritada, ya'ni dunyo xaritasini bitta yer ma'lumot oladigan bo'lsak, xo'p, xaritada tepa taraf, ya'ni bu tepa taraf shimol deyiladi, pastki taraf janub deyiladi. Xo'p, xaritaga qarab turganingizda o'ng taraf sharq, chap taraf g'arb. Demak, Janubiy Afrikadan, ya'ni pastdan Janubiy Afrikadan Australopitek nomli odam topilgan. Sharqiy Afrikadan esa Zinch vodiysi, Zinjantrop, ya'ni Sharqiy Afrika, mana bu Sharqiy Afrika, Janubiy Afrika. Sharqiy Afrikadan esa Zinjantrop nomli odam topilgan. Indoneziyadan Pitikantrop, Yava oroli, bu Indoneziyani, demak, janubiy Sharqiy Osiyoda, ya'ni Indoneziya degan davlat bor. Indoneziyadan Pitikantrop nomli, demak, odam topilgan. Buni eslab qolish uchun indonezlar, demak, xo'p, indonezlar pitlab ketgan deb eslab qolsalar bo'ladi buni. Xo'p, ozgina qo'pol bo'lsa ham eslab qolish uchun. Xo'p, Xitoy hududidan Sinantrop degan odam topilgan. Xitoyda, demak, Sin degan qabila bo'lgan. O'shanga bog'lab eslab qolganman men. Demak, Xitoy Sin degan, xo'p, sulola mavjud bo'lgan. Xitoyda Sinantrop, Germaniyadan Neandertal va Fransiyani Kramanion g'oridan Kramanion odam topiladi. Xo'p, Kramanion odam bu hozirgi qiyofaga eng yaqin odam hisoblanadi. Demak, Kramanion odamlar.
Xo'sh. Keyingi masala bizda demak tosh davrlari. 3-chi mavzudan boshlanadi. Paleolit, eneolit degan davrlar bor. Xo'sh, nima uchun tosh davri degan o'sha dastlabki davrlarni biz tosh davri deb ataymiz? Bunga bir qancha sabablar bor. Olimlar demak bu davrlarni tosh davri deb atashiga insonlar o'sha paytda eng ko'p demak ishlatgan narsalar, buyumlar hammasi toshdan yasalgan. O'shaning uchun tosh davri deymiz. Bugungi kun bilan taqqoslaganda hozir insonlar nimadan ko'p foydalanadi? Hozir insonlar telefondan, qanaqadir gadjetlardan, demak, naushnik, odamlarda shuni ko'rishingiz mumkin. Ko'plab soat, elektron soatlar. Demak, hozirgi davrda olib qaraydigan bo'lsak, gadjetlar davri deb atasak, o'sha davrda hamma narsa toshdan bo'lgan. Qo'ldagi narsa, qurol, yarog'i, umuman ishlatadigan narsalar hammasi toshdan yasalgani uchun tosh davri deb atagan u davrda. Xo'p, hozir endi juda ko'p madanlar bor. Temir, po'lat davri deyishimiz mumkin. Xo'p, bu demak o'sha davr uchun demak tosh davri deb nom bergan ekanmiz. Paleolit davrini boshlaymiz. Paleolit davri demak qadimgi litos tosh. Demak paleo va qadimgi va tosh so'zlaridan demak yunoncha so'zdan olingan paleolit davri tosh davri deyiladi. Xo'p, paleolit davrini o'zi 3 ga bo'linadi. Mana ko'rib turibsiz. Ilk, o'rta va so'nggi. Ilk paleolit, o'rta paleolit va so'nggi paleolitga bo'linadi. Xo'p, ilk paleolit 1 million yildan 100 ming yillikgacha, xo'p, o'rta paleolit 100 dan 40 gacha, so'nggi paleolit 40 dan 12 ming yillargacha davom etgan. Bu davrlar olis bo'lganligi uchun u davrga oid ma'lumotlar kitobda ham juda ko'p berilmagan. Ilk paleolitga oid bitta demak ma'lumot bor. Bu buyuk muzlik davrining boshlanishi. Ya'ni ilk paleolit oxirida buyuk muzlik davri boshlandi deb keladi. Demak, buyuk muzlik davri biz eslaganda bo'lsa bir multik bor. Demak, muzlik davri degan multikni yoshligimizda hammamiz ko'rganmiz. Hamma joyda muz qoplagan bo'ladi. Mamuntlar yegulik izlab turli joylarga keta boshlaydi. Xuddi shu davrga oid multik bu. Xo'p, u davrda ham odamlar demak iqlimga moslasha boshlaydi muzlik davrida. Insonlar demak bu davrda aytiladi, faqat kuchli insonlar yashab qolgan muzlik davrida. Nimjon insonlar esa o'lib ketavergan. Demak, chunki yegulik topish qiyin bo'lgan bu davrda, muzlik davrida. Keyingi davr bu o'rta paleolit. O'rta paleolitga doir ma'lumotlar, demak, Teshiktosh g'oridan O'zbekiston hududidagi, ya'ni Surxon vohasidan Teshiktosh, Boysun tog'larida Teshiktosh degan g'or topilgan va u yerda 8-9 yashar neandertal bola topiladi o'rta paleolitda. Va u bolani qabri atroflariga hayvonlarning suyaklari qadab chiqilgan. Bu narsa dastlabki diniy e'tiqodlardan darak beradi. O'shaning uchun biz aytishimiz mumkinki, o'rta paleolitda O'rta Osiyoda din paydo bo'ladi. Ya'ni o'rta paleolitda din paydo bo'lgan O'rta Osiyoda. Xo'p, so'nggi paleolitda boshlaymiz sizlar bilan. So'nggi paleolit. Xo'p. Bu davr demak juda qiziqarli davrlardan biri. Bu davr bitta odamga bog'liq. Demak, Kramanion. Bu davrda Kramanion degan odam yashagan. Kramanion bek bilan Kramanion xon yashagan. Xo'sh. Kramanion bek, Kramanion xon yashagan bu davrda. Demak, so'nggi paleolit davri Kramanion bek bilan Kramanion xonni hayotiga bag'ishlanadi. Demak, ikkita odamga bog'lab sizlarga hozir bu davrdagi ma'lumotlar hammasini tushuntirib beraman. So'nggi paleolitda demak, taqinchoqlar paydo bo'ldi deb yozilgan. Mana birinchi ma'lumot. Taqinchoqlar. Xo'p. Endi tasavvur qilinglar, Kramanion bek bilan Kramanion xon yashayapti, ikkalasi. Hali g'orda yashayapti. Kramanion xon aytdiki, ayollar o'sha paytda matriarxat bo'lgan, ya'ni ayollar davri bo'lgan. Matriarxat ayollar nima desa, o'sha bo'lganda, aytganini qilishga majbur bo'lgan. Kramanion xon aytadiki, bilasiz, ayollar taqinchoqlarga go'shib qiladi. Shunaqa deb eslab qo'yinglar. Kramanion xon aytadi, men deydi uzuk taqqim kelyapti deydi. Menga uzuk kerak deydi. Kramanion xon aytadi. Kramanion bek nima qiladi? Bechora aytgan qilish kerak, boradi, bitta toshni oladi. U paytda endi hozirga o'xshab oltin olishni bilmaydi, temir olishni bilmaydi. Hammasi toshdan yasaladi. Uzukni ham toshdan yasaydi bechora. Boradi, bitta toshni oladi, silliqlaydi, parmalaydi, kesib, arralab, bir amallab bitta uzuk yasab kelib beradi.
Xo'p, mana bog'ladik, uzukka bog'ladik. Mana uzukka bog'ladik. Xo'p, taqinchoqlar paydo bo'ldi. Uzuk olib kelib berdi Karamoyonxonga. Bu nima qilib olib kelib berdi? Toshni kesib aralab, mana toshga berish texnikasi o'zgargan. Kesuvchi, aralovchi, demak, narsalar paydo bo'lgan. Keyin nima qildi? Uzukni taqib olgan. Aytdi, uzuk bilan to'ymadi. U aytdiki, men dedi, kiyimni yevish bilan bilasizlar, har oyda bir kiyim olmasa bo'lmaydi yoki bitta joyga borsa, yangi kiyim kiyib borish kerak. Обязательно ayollar. Xo'p, nima qildi? Karamoyonxon men dedi, kiyim kiygim kelyapti dedi. Yangi kiyim olib kelib ber menga dedi. Karamoyonbek nima qiladi? Boradi, ko'chaga chiqadi, Battenga boradi. Adamaniga borib butikdan bir tala kiyim olib bermaydi-ku. U paytda bo'lmagan unaqa butiklar. Nima qiladi bechora? Boradi, o'rmonga borib bitta hayvonni otadi. Hayvonni ovlaydi, otolmaydi hali. Borib ovlaydi-da, u hayvonni terisini olib kelib, "Mana" dedi, mana. Shundan kiyim qilib ol dedi. O'zingga dedi. Endi nima qiladi? Xo'p, kiyim. Dastlab kiyim paydo bo'lgan. So'nggi paytda kiyimni kiyib oldi. Keyin nima dedi? Kiyimni kiyib olgandan keyin baribir to'xtamadi-da, yana aytganini qilishda davom etdi. Karamoyonxon xo'p, men dedi, g'oringda yashayman dedi. Men g'orda sovuq dedi. Men dedi, alohida yashamoqchiman dedi. Bechora Karamoyonbek nima qiladi? Nima aytganini qilish kerak. Keyin bordi, g'ordan chiqdi, nima qilsam ekan dedi. O'yladi-da, bitta yerni kovlab, tekshirib bo'lsa nima qilib kovladi-da, tayoqlar qo'yib, ustiga terilar tashlab, bir amallab da chayla uycha qurdi. Xo'p, demak, qurib berdi. Bu so'nggi paytga aloqador joyi o'sha, demak, so'nggi paytda dastlabki turar joylar paydo bo'lgan. Ya'ni dastlabki sodda ko'rinishdagi dastlabki turar joy paydo bo'ldi. Demak, ko'chib keldi Karamoyonxon bilan Karamoyonbek g'ordan uychaga ko'chib keldi. Xo'p, shundan keyin ham to'ymadi. Qorni och qolib qoldi. Men qornim och dedi, men dedi, xom go'sht yemayman dedi. Xom go'shtni dedi, eskimoslarga berasan dedi. Yo voylaring, men dedi, madaniyatli odamman dedi. Men go'shtni pishirib yemoqchiman dedi. Keyin nima qildi bechora erkak? Nima qilishini bilmadi-da, borib toshni bir-biriga urib, ikkita yog'ochni bir-biriga ishqalab, olov kashf qildi. Olovni kashf qildi erkak. Xo'p. Olovda endi. Olov shunday yonib turadi. Olov kashf qilinadi so'nggi paytda. Dastlabki demak olov kashf qilinadi va pishgan go'sht olib kelib berdi. Bechora, "Ma" dedi, "Sen to'y" dedi. "To'yasanmi o'zi yo'qmi" dedi. Olovda go'sht pishirib olib kelib berdi. Keyin bechora erkak tortishib urishib qoldi, ketdi bo'ldi. "Sen bilan ajrashmoqchiman" dedi, "Ajrashaman" dedi-da, bordi-da, siqilib bir g'orga kirdi, eski g'origa. Eslab g'orda o'yladi-da, keyin g'orda nima qildi? G'orda o'yagi yoshligidagi o'tgan davrlarni devorga chizdi. Toshni olib, o'yib chizdi. Keyin oxiri xotinning rasmini chizdi va uzoqda turib toshni otdi. "Mana" dedi, "olov uchun" dedi. "Mana" dedi, "uzuk uchun" dedi. "Mana bu kiyim uchun" deb otdi va demak o'sha davrda qoyatosh rasmlari paydo bo'ldi. Ya'ni bog'lab eslab qolish kerak. Demak, so'nggi paytda qoyatosh rasmlari kashf qilinadi. Demak, Altamir, Kapova g'orlaridan qoyatosh rasmlari topiladi. Demak, so'nggi paytga doir. Uni ham bog'lab qo'yasizlar. Demak, so'nggi paytda ketdi. So'nggi payt demak, shu ma'lumotlarida hammasini bog'lab berdim. Dastlabki turar joylar, pishgan ovqat, teri, demak, dastlabki kiyim, kesuvchi, aralovchi qurollar, taqinchoqlar. Keyingi davr bu mezolit. Mezolit davri iqlim bilan bog'liq. Iqlim. Iqlim bilan bog'liq. Xo'p. Yoshlik, o'lchalik. Xo'p, iqlim bilan bog'liq. So'nggi paleolit davriga kelib, buyuk muzlik davri tugadi. Bahor keldi, ana. Buyuk muzlik davri tugadi. Kunlar isiy boshladi, iqlim o'zgara boshladi. O'qyoy kashf qiladi birinchi o'rinda. Bu davrda demak eng katta, demak umuman tarixdagi buyuk kashfiyot deb atasak bo'ladi. Ya'ni bu kashfiyotdan juda ko'p davrlar davomida foydalangan insonlar. Demak, O'qyoy kashf qilindi. O'qyoy. Yerga O'qyoy chizib qo'yaman. Xo'p, bularni nega chizyapman? Eslab qolishlaring uchun. Xo'sh, O'qyoy. O'qyoy kashf qilindi. Demak, mezolit davrida va
Endi insonlarda imkoniyat paydo bo'ldi. Qanaqa imkoniyat? Chopqir hayvonlarni, demak yuguradigan, uchadigan hayvonlarni ovlash imkoniyati paydo bo'ldi. Mezolit davriga kelib. Va demak bir umuman bitta hikoya keladi, bir boradi, ovga chiqadi, borib turib ikki yigitni o'ldiradi, bolachasi qolib ketadi. Bolachasini o'ldirishga ko'zi qiymaydi, uyga olib keladi, uni boqadi va ortiqcha demak oziq-ovqat paydo bo'la boshladi unda insonlarda. U qo'zichoqlarni demak uni qo'zichoqlari bolalarini hammasini yig'ib bitta joyga qamab, ularni boqib, keyinchalik qishda so'yib yeb, shunaqa qilib asrab demak ularni boqishni o'rganib oldi mezolit davrida. Bundan tashqari hayvonlar qo'lga o'rgata boshladi. Birinchi itni qo'lga o'rgata boshlaydi. Demak, mezolit davrida iqlim o'zgardi, itni qo'lga. Undan tashqari it bilan ov qilinganda, ov yanada mo'l ko'l bo'ldi, zo'r bo'ldi deb aytadi. Xo'sh. Demak, iqlim o'zgardi. Demak, iqlim o'zgardi, hayvonlarni qo'lga o'rgatdi, iqlim o'zgardi. O'qoy kashf qildik, iqlim o'zgardi. Olti Osiyoda ikkita soha paydo bo'ladi. Mezolit davrida Olti Osiyoda ziroatchilik va chorvachilik. Dastlabki ziroatchilik va chorvachilik. Ziroatchilik bu nima? Ziroatchilik bu dastlabki ko'rinishdagi dehqonchilik hisoblanadi. Ya'ni hozir dehqonchilik bilsak, hozirgi biz bilgan dehqonchilik boramiz, bitta joyga bug'doyni ekamiz, uni yaxshilab haydab yerni tekislab, o'g'it sepib, keyin bug'doyni ekib, bug'doy ekkandan keyin unga o'g'it berib, shunaqa qilib yaxshilab qarab, unga ishlov berib yetishtiramiz. U davrda unaqa ishlov berishlar bo'lmagan. Dastlabki ziroatchilik deganda boradi, bitta joyda chala bilan hamla qiladi-da, chopadida, shuni sepib yuboradi, bo'ldi, o'zi o'sib chiqadi, nima qilib o'sib chiqadi, oxirida yig'ib oladi. Uni o'g'it ham bermaydi, qaramaydi. O'shanaqa dehqonchilik dastlabki dehqonchilik deyiladi va ziroatchilik deyiladi. O'sha dastlabki ibtidoiy dehqonchilik bu ziroatchilik hisoblanadi. Xo'p, Olti Osiyoda paydo bo'ldi, iqlim o'zgargandan keyin. Xo'p, keyingi davr bu neolit. Neolit davri loy bilan bog'liq. Qanday bog'liqligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Loy. Xo'p, loy bilan bog'liq. Neolit davrida Neolit inqilobi deyiladi. Neolit davri boshlanishini sopol buyumlarni kashf etish bilan boshlaydi insonlar. Demak, sopol nimadan yasaladi? Loydan yasaladi. Demak, loy bilan bog'liq. Mana loy bilan bog'liq joy mana shu yerda. Undan tashqari paxsadan bir xonali uylar qurila boshlandi bu davrda. Paxsa nimadan yasaladi? Loydan yasaladi. Demak, mana loy bilan bog'liq. Xo'p, idishlar, demak, sopol idishlar paydo bo'la boshlaydi. Neolit inqilobi deyiladi. Bu davrda juda katta ixtirolar bo'ladi. Undan tashqari mana sopol chizib qo'ygan bu yerda sopol idishlar paydo bo'la boshlaydi. Xo'p, neolit davrida. Xo'p, keyingisi bir xonali uylar, mana uycha chizib qo'yaman mana qilib. Bir xonali uylar, hozirga o'xshagan hamma narsa sharoiti bor, haytich bo'lmagan bu paytda. Demak, paxsadan oddiy paxsadan berib qo'yib uy qilingan. Paxsa tushunmaganlar uchun aytaman. Paxsa qishloqda katta bo'lganlar biladi, shaharda o'sganlar paxsa nimaligini bilmaydi. Chunki o'quvchilar ham savol beradi-da, paxsa nima ustoz deydi. Paxsa bu qo'lda yashalgan g'isht, qisqa qilib aytganda. Loyda tuproq, demak, suvni qo'shadi, loy bo'ladi. Loyni oladi-da, qanaqadir undan ishlov berib, dumaloqlab, ana o'qisa qotirilsa, quyoshda o'sha paxsa deyiladi. G'isht desa, uni qolib bo'ladi, mana to'rtburchak g'isht mana qolib bo'ladi, to'rtburchak, unga oladi-da, loyni solinadi va to'rtburchak bo'lib chiqadi u, tekis bo'ladi. Paxsa esa qo'lda ishlov berilgan loy hisoblanadi. Xo'p, paxsadan bir xonali paydo boshladi. Undan tashqari neolit davrining eng katta ixtirosi bor, eng muhim ixtirosi bor. Eng katta ixtirosi bu dehqonchilik va chorvachilik. Dehqonchilik. Agorod chizib qo'yaman. Chorvachilikka esa qo'ylar turadigan fotonni chizib qo'yaman. Xo'p, qo'y turadigan qo'ra deyiladi, qo'rani chizib qo'yamiz. Xo'p, keyingi eng muhim ixtirosi bu kulolchilik va to'quvchilik. U davrda demak insonlar to'qilgan kiyimlar kiya boshladi. Demak, so'nggi paytda teridan kiygan bo'lsa, neolit davriga kelib demak to'qilgan kiyimlar kiyishni boshladi. Kulolchilik bilasizlar, o'zi sopol ishlari kashf qilinish kulolchilikda paydo bo'ldi degan u. To'quvchilikni qo'shib qo'yasizlar. Xo'p, bir-biriga bog'lab ular
demak sopolni to'qigan deb eslab qolsalar ham bo'ladi. Neolit davri mana bu yozilgan esa bular yillar mana mezolit davri 12-7 ming yillik qisqartirib yozilgan. Neolit davri 6-4 yillik. Xo'p, mezolit davri o'rta tosh davri, neolit yangi tosh davri deyiladi. Xo'p, undan keyingi davrimiz bu eneolit davri. Eneolit davri degani bu mis tosh davri deyiladi. Mis tosh davri. Xo'sh, bu demak shahar bilan bog'liq bu yerda. Shahar. Qanaqa shahar? Eneolit shaharchasi bilan bog'liq. Eneolit davri. Xo'sh, mis tosh davri 4-ming yillik, 3-ming yillik o'rtasigacha davom etgan. Xo'p, bu yerda tasavvurlarni ishga solasizlar. Hozir sizlarga demak bir shaharni tasvirlab beraman. Bundagi o'zgarishlar bu yerda faqat sal takomillashadi. O'shanda eslab qolish kerak bu yerda. Xo'p, bolalarga aytaman, bu mavzuni tushunayotganda ko'zlarini yumaslar, tasavvurlarni ishga solasizlar. Bir juda katta o'rmon va o'rmonni o'rtasida bir tekislik bor. Atrofi daraxtlar bilan o'ralgan tekislik bor. Va tekislikning o'rtasidan bitta suv oqib o'tgan. Xo'sh. Va har bir suvdan bitta ariq ketgan ikki taraflarga va ariqda demak ikkita daryoning ikki tarafida uylar bor. Uylar mavjud. U uylarga hozir kiramiz. Har bir uyga demak suv borgan ekan. Har bir uyga suv borgan. Xo'sh. O'sha daryodan suv borgan, atrofi aytdik. Daraxtlar bilan o'ralgan. Har bir uyga suv borgan. O'sha uyga kiramiz hozir bittasiga sizlar bilan. Ko'zlaringizni yumib tasavvur qilinglar. Xo'sh. Kirib bordik. Uy ikki xonali va xomishdan qurilgan uylar. Birinchi xonada kulolchilik xumdoni bor, turibdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ikkinchi xonaga shunday o'tdik, bitta odam o'rtada sopolni olib ustiga rasm chizib o'tiribdi. Va chizgan rasmini qolib chiqib kulolchilik xumdonida demak pishiryapti. Xo'p, ko'zlaringizni ochasizlar, mana bu rasmda mana paydo bo'ldi o'sha aytgan narsam. Xo'p, endi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz berisizlar. Eneolit davrida kulolchilik xumdoni aytdik qo'ya, uyga kirdilaring, bitta tomonda demak kulolchilik xumdoni turgan. Ikkinchisi sopolga rasm chizib o'tirgan. Undan tashqari bu nimaga suv boryapti? Sun'iy sug'orish paydo bo'ladi 4-ming yillikda. Nima uchun shahar? 4-ming yillikda shaharlar paydo bo'la boshlagan. Bu shaharni nom berib qo'yamiz. Xo'p, Eneolit shaharchasi. Eneolit shaharchasini tasavvur qilinglar. Xo'p, aytganimdek, u davrda xomushdan ikki xona uylar qurila boshlaydi. Eneolit davrida har bir uyga demak sug'orish огород bo'ladi va u yerga suv borgan. Xo'p, keyingi davr bu bronza davri. Bronza davrida demak manzilgohlari mavjud. Zamonbobo, Sopoli tepa, Jarqoton degan manzilgohlar mavjud. Bronza davrini demak eslab qolinglar. Zamonbobo hozirgi Buxoro hududidan Zamonbobo degan manzilgoh topilgan, bronza buyumlar topilgan u yerda. Xo'p, undan keyingisi Sopoli tepa. Sopoli tepadan ustaxona topiladi. Ustaxona demak xumdonlarda arpa topiladi, Sopoli tepa. Hozirgi Muzrabot tumani, Surxondaryo Muzrabot tumani Sopoli tepa degan topilma topilgan. Undan keyingisi Jarqoton. Hozirgi Sheroboddan uncha uzoq bo'lmagan joyda, xo'p, Jarqoton degan hudud topiladi. Ya'ni eng qadimgi manzilgoh topilgan Jarqotonda. Xo'p, Jarqotonda ikki qismga bo'lingan. Bir qismi demak shahar aholisi yashaydigan joy, bir qismi ibodatxonadan iborat bo'ladi. Jarqotondan biz dastlabki shahar alomatlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Dastlabki shahar alomatlarini. Xo'p, biz bu yerda toshkentliklar bor, toshkentliklar ko'rayotgan bo'lsa aytaman o'quvchilarimga, sizlar toshkentliklar shaharlik emaslar, birinchi shaharliklar bular Jarqotonliklar, chista shaharlik bular. Ya'ni bu yerdan birinchi shahar topilgan Jarqotondan, Toshkentdan topilmagan birinchi shahar. Xo'p, undan keyingi bronza davrini yana bitta kashfiyoti bu g'ildirak, ya'ni u davrda dastlabki aravalar paydo bo'ladi mezolit davrida. Xo'p, dastlabki aravalar mezolit davrida paydo bo'lgan. Xo'p, undan keyingi davr bu temir davri. Temir davrida demak
Miloddan avvalgi 14-13 asrlar xetlar tomonidan, hozirgi O'rta Osiyo hududida yashaydigan xetlar tomonidan demak temir kashf qilindi. Temir 1500 gradusda eriydi. Undan tashqari bu temir davriga oid topilmalar Misrdan Tutanxamon maqbarasidan topiladi, ya'ni temirdan demak narsalar yasala boshlaydi. Xo'p, u paytda demak hozir biz kimdir o'ziga taqib olsa kumushmi o'ziging deymiz, u paytda temirmi deganda, ya'ni qo'lingdagi o'zing mana temir degan 99 probali temir deb maqtangan o'sha paytda. Xo'p, temir hajmlar topiladi Maykobdan, Kavkazdagi Maykobdan, Tutanxamon maqbarasidan, Erondan, demak temir buyumlar, temir hajmlar topiladi. Keyingi o'sha davrda, temir davrida ko'plab urushlar bo'lgan, qabilaviy urushlar. Uning natijasida demak o'sha davrda demak qulchilik paydo bo'lgan. Undan tashqari ijtimoiy tuzum, insonlar tabaqalarga bo'lina boshlagan. Ya'ni kohinlar, jangchilar, hop 4 ta guruhga bo'lingan O'rta Osiyoda. Ijtimoiy tuzum 4 ta guruhga bo'lingan. Xo'p, birinchisi kohin, shuni qizilda yozay. Kohin. Ikkinchisi jangchi. Uchinchisi xo'p, hunarmand. Oxirgisi dehqon. Kabi 4 ta guruhga bo'linib yashagan. Xo'sh, urug' oqsoqollarining mavqei kuchaya boshlaydi temir davrida. Bundan tashqari Avestoda berilgan demak ijtimoiy tuzum unaqa. Katta patriarxat oila nimani deyiladi? Urug' jamoasi, urug' vis deyiladi. Hududiy qo'shnichilik jamoasi varzani. Xo'p, u hududiy qo'shnichilik jamoalar bitta qabilaga birlashadi. Qabila Zantu deyiladi. Qabila Zantu deyiladi. Qabilalar ittifoqi esa Daxiy bo'ladi. Qabilalar ittifoqi. Demak, qabilalar ittifoqi Daxiy bo'ladi. Temir davrida demak ijtimoiy tuzum shunday bo'lgan. Biz bilgan ijtimoiy tuzum aytdik mana. Birinchi dastlabki ijtimoiy tuzum to'da urug' va urug'chilik jamoasi. Patriarxatga qachon o'tildi degan savolga javob beraman. Bronza davrida o'tildi. Mana bronza davrida patriarxatga o'tildi. Nima uchun? Chunki mehnat qurollari bronzadan yasalgan, demak ayollarimiz ojiza irq vakili bo'lganligi uchun, demak uydagi ishlarni ayollar qilib, oilani moddiy ta'minotini ta'minlash erkaklar qo'liga o'ta boshlaydi va demak patriarxatga o'tiladi bronza davrida. Bronza demak 3-ming-yillikning o'rtasida kashf qilingan. 3-ming o'rtasida bronza kashf qilinadi. Xo'sh, bundan so'ng patriarxatga o'tamiz. Endi qaranglar. Shu yerda bitta qiziq narsa bor. Xo'sh, patriarxat so'nggi paleolitdan boshlandi, yana 40-ming-yillikdan boshlandi, 40-ming-yillikdan 3-ming-yillikgacha. 3-ming o'rtasigacha mana. 3-ming-yillik o'rtasi 40-ming-yillikdan 3-ming-yillik o'rtasigacha ayollar qurol qilgan ekan. Unday olib qarasak, umumiy hisoblaydigan bo'lsak, salkam 37 ming yil avval hukmronlik bo'lgan. Bizni esa hukmronligimizga endi 5 ming yil bo'ldi-da. Mana bu yoqdan 2 ming, bu yoqdan 3 ming desak ham, bu yoq 2 ming 5 ming yil bo'ldi-da. 35 ga 5 mana. 35 ga 5. 37 ga degan, 37 ga 5 mana. 37 ming ayol hukmronlik qilgan 5 yil. Xo'p, keyingisi biz bitta qolib ketgan narsa, eng qadimgi odamlarda dini qanaqa bo'lgan? Xo'p, 3 ta din bor edi. 3 xil. Animizm. Ya'ni ba'zi bir jamoalar joniga, ota-bobolar ruhlariga sig'ingan. Ya'ni animizm degani ruhlarga sig'inish. Anima degani o'zi jon, ruh degan ma'no anglatadi. Ruhlarga sig'inish ota-bobolar bizga ham aytadi, oldin yoshligimizda qo'rqitishgan, ajinda kelyapti, jin kelyapti deb qo'rqitishgan. O'sha narsa demak o'sha paytgacha, hozirgi paytgacha saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Keyingisi totemizm. Qaysidir hayvonga aloqadorligini demak insonlarni demak qaysidir hayvonga aloqadorligiga ishonish, o'shanga sig'inish. Demak totemlar bor hozirgi xalqlarda, masalan, turklarda bo'ri totem hisoblangan.
boshqa bir davlatlarda masalan Meksikani hozir bayrog'ini ko'rsangiz burgut bo'ladi, ya'ni milliy hayvon deydi. O'sha balki o'sha totem bo'lishi mumkin. Totemizm bu hayvonga sig'inish, fetishizm bu narsa buyumlarga sig'inish. Ya'ni biror bir buyumni balo qazodan asrashiga yoki balo qazoni daf qilish ishonish bu hozirgacha bor ko'rganmiz. Mana demak ko'z tegib qoladi degan gaplar bor. Mana qo'liga yosh bolalar qo'liga mo'nchoq taqib qo'yadi. Nega taqib qo'ydi desa, ko'z tegib qoladi-da, ya'ni qalampir mo'nchoq taqib qo'yadi. Ko'z tegib qoladi. Hozirgacha saqlab qolgan totemizm. Demak, qaysidir buyumni omad keltirishiga ishonish, ya'ni bizda yoshligimizda mana o'ylardik, shunaqa qarash bor edi. Bo'rining tirnog'iga, ya'ni bo'rining tirnog'ini tumor taqib olardik. Agar bo'rining tirnog'ini taqib olsang, sen qo'rqmaysan yoki ishlab omad keltiradi deb turib bo'rining tirnog'ini taqib olardi. Hozir eslasak kulamiz o'sha narsalar. O'sha paytda bizda bo'lgan o'sha bo'rining tirnog'i, bir bolalarni nimasi, itni nimadiri, u itniki bo'lardi o'zi tirnoq. Sotardi o'sha narsalarni. Bozorlarda ham bu itni tirnog'ini bo'riniki deb sotgan paytlar bo'lganda, o'sha narsa fetishizm. Ya'ni biror narsani baloni qazodan asrashiga ishonish bu fetishizm deyiladi. Xo'p, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat. Savollaringiz bo'lsa, demak, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xo'p, salomat bo'ling. Sizlar bilan Xudoyberdiyev Murodjon bo'ldi.